SEO grammatikasi turgan joyda qanaqa qilib siz aso grammatikasini yozdingiz? Sizni boshlang'ich darajaga kim o'qitgan o'zi? Boshlang'ich darajada qoida aytilishi kerak. Yorobud, unika grammatika hamda aso grammatikasi bor va aso grammatika taklif buyruq gaplar bilan umuman ishlatilmaydi. SEO buyruq grammatika po'sayo deyapti, qarang deyapti. Qanaqa qilib siz u yerda aso grammatikani olib ketdingiz? Men hayronman. Deyarli mana shu tekshirganlarim ichida 99% hammada xato. Hammada. Agar shuni asos qilib yuborsam agar butun gruppani yopib tashlashim kerak-da. Lug'atda o'tmadingiz xullas. Umuman vazifalaringiz mana bu yerda chala, to'lov ham qilib qo'yibsiz. Men buni to'liq ko'rib chiqaman. Agar meni qoniqtirmasa, ya'ni simbolik karyadan tashlabsiz. Xo'p. Kartangizni, kechaponingizni tashab qo'yasiz, men sizga o'tkazib beraman. To'lovingizni 100% holatda.